Assalomu alaykum ahta ishqibozlar. Lada muxlislari. Mana sizlarga yana bir ajoyib yangilik. 2019-yilda ishlab chiqarilgan 1.8 mexanika korobkali 138 ming kilometr yurgan tabletka propan gaz ballon bilan jihozlangan Lada Vesta Cross'imiz tayyor. Mashinamiz ajoyib holatda, kraskalari toza. Bir gap, shu oldingi telefon qilganlar, video roligimizni ko'rganlar bir iltimos qilishdi, shu narx-navosini ham birolar aytib keting deb. Bu mashinamiz, Lada mashinamizni 7,5 ming baholab narx qo'yib qo'ydik. Kelishadigan joyi bor. Bemalol telefon raqamiga, mana ekranimizdagi telefonlarga telefon qilib aloqaga chiqsanglar, kelishimiz mumkin. Sal yengillatib beramiz narxni. Ladamiz mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Motor qismlari ham hamma sostenalari juda chiroyli holatda. Sizlar yo'qqa degan umiddaman. Bir kishiga hadya qilsa ham bo'ladigan. 1.8 ko'pchilik ba'zida ma'qullashmaydi. Lekin men tavsiya berayotganda tushuntirib o'tib ketaman. 1.6 ga nisbatan qanaqa qulayliklari bor? 1.8imizda to'g'ri ozgina xarajati nisbatan 1.6imizga nisbatan ko'proq. Qancha? Masalan, 100 kilometrda 2 litrga farq qilishi mumkin maksimal darajada. Lekin bundagi adrenalin, bundagi tortishlar, pirvallarda, dovonlardagi bundagi quvvati, konditsionerlarni yo'q yurganingizda umuman motorga yurishga xalaqit bermaydigan afzallik tomonlari ko'p. Buni yana batafsil tushuntirishim mumkin. Biladiganlar buni albatta bizdan so'rashmadi, bilmaydiganlarga ma'lumot. Men ko'pchilikga shunaqa tavsiya berganda aytaman. Bemalol 4 ta odam misoli dovonda konditsionerlarni yoqib bir haydab ko'ring, keyin 1.8 motori farqini 1.6 bilan bilib olasiz. Bu degani 1.6 bundan yaxshi emas deganim emas. U albatta 1.6 avtomatimiz mana shahar joylarga, boshqaga ham yaxshi. Bundagi qulayliklar albatta buni mingandan keyin bundagi adrenalinni 1.6 dan topish qiyin. Telefon raqamimiz ekranimizda yozib qoldiramiz. Podpisatsiya bo'lmaganlar podpisatsiya qilinglar. Like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Duoda bo'lib turasizlar. Xudo xolisa yangiliklar qilishga, bundan narxlarni arzonlatishga harakat qilyapmiz. Xudo xolisa Xudo nasib qilsa, bundan ham arzonroqlarni sizlarga obzor qilib tashlashga harakat qilaman. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishlik nasib qilsa.